Igra в кальмара 3-sezonni hali oxirigacha ko'rmaganlardan oldindan uzr so'rayman. Serial finalini bunaqa kutmagandim. Мы не лошади. Мы люди. To'g'risini aytsam, shu joyda askarlar uni pastda qanaq qilibdir tutib qolishini yoki tushgandan keyin ham o'lmasdan sog' qolishini kutdim. Menga yozayotgan negativlarni endi tushundim desam ham bo'ladi, chunki men hech qachon ular xohlagan videoni ko'rsatmayman. Endi qisqa vaqt ichida 7 kilo vazn tashlaganim haqida. 3-iyul kunidan beri правильный питание orqali vazn tashlashga harakat qilaman. 3 mahal ovqat va suv normamni ichib, hozirgacha 7 kilo vazn tashladim. Har 3 kunda menda detoksli kun bo'ladi. Obunachilarim yaxshi bilishadi, 21-kuni Qo'qonga to'yga bordim va o'shanda правильный питаниeni buzdim. Kecha o'rtog'im mehmon bo'lib kelganida ham ularga mumkin emas degan hamma narsani yedim. Bugun ertalab taroziga chiqib qarasam, yana -1 kilogramm. Marafon boshlaganimizda buzib qo'ydim deb xafa bo'lgan qizlar uchun alohida video qilish holadim. Bo'ldi, men mumkin emas narsani yeb qo'ydim deb to'xtab qolmang. Ertasiga kelgan joyingizdan davom ettiring. Bu siz rezultatingizga hech qanaqasiga ta'sir qilmaydi.